Mesela uyga usta akkuratni borasizlar. Hech qanday o'ylaydiganday emas, borib akkuratni. Ya assalomu alaykum. Xonimlar siz janoblar. Xonimlarga xonimini qo'yib qo'yib. Sizlar ayollar bemalol qoninglarni to'g'rilaringlarda bugun Shivaki yanachi Artel bugün nomer 1 tadbir qilyapti. Bu tadbir birga bir solishtiramiz. Respublika bo'yicha menimcha Dilshodga bitta tadbir bo'lyapti. Bugun piramidada, uchinchi joyda emas, Toshkentdagi Buxarestga kafeda emas. Yoki Sirdaryoda Bo'yotda emas, yo Beshariqda emas. Bu piramidada nomer 1 divar restoranida eng zo'r dasturxonlarni sizlarga ilinib, sizlarni rahbariylarga ham qo'yib qoldik. Davron aka. Rahbarlarga bitta qarshilar bo'lsin. O'zi nimani o'ziga ilinsa, sizlarga ham shuni ilinibdi. Eng zo'r artistlar, san'atkorlar Jahongir Otajonov kelib ketdilar. Bundan oldin Afruzani ko'zim tushdi. Eng asosiysi men bularni fokusiga qo'yib qo'yganim qiziqchi tanlash qatnashmabdi. Yor bor. Haqiqiy do'st, haqiqiy o'rtoq ekansizlar. Bunaqa o'rtoqlarga mehrni berish kerak. Yaxshi o'rtoqqa mehringizni bering, yomonga Xudo saqlasin. Yaxshi o'rtoqdan o'rtoq yaxshi, yomonidan Xudo saqlasin. Yaxshi o'rtoq sizga doim o'rtoqlik qiladi. Yaxshi o'rtoqdan xuddi o'sha Dilshodga rahmat. Rahmat. Jamshidga rahmat. Men demak o'rtoqlar, buni hozir biz aniqlash uchun mansablarimizga Artel kompaniyasi savdo bo'limi bosh koordinatori o'rinbosari Mirzohidov Davron Murodjonovich. Boshinglar bo'lsin, Davron aka keling. Davron aka taklif qilaman. Kelinglar. Hammaning ko'zini oldida demak tanlangan bizda xodimlarimiz bor. O'sha Artel kompaniyasi bilan Shivaki ham bormi bu yerda? Faqat Artel. Demak ichiga shunday solamiz paket bilan. Unda solinglar. Kim? Sizlar. Shu sirisi, davlat. Demak, hammaning oldida imijimida o'zi o'g'il bolalar solardi. Ishlarim solardi. Voy bilan. Hozir o'g'il bolalar tashkillashtiradi. Nodorga oldi. O'g'il bolalar tortadi.